Bedak. Новый что? Салам алейкум. Где-то не билет. Где-то раз. Билет? Кабинет, да. Который дом китабынан aytgandek aholiga yetkazdi. Mahallani ko'zlayotgandek bo'ldi. Я kecha bu ishdagi odam prokuraturdan ham bor edi. Индива köşede olur. Hatta yaklaşık onun bir adam Adam ondan mı girer? Biz adam işi yapıyoruz. Çok iyi. Это боёток масштаб. Он дегман жетmiş ne ki ya? Siz bilan qanday siz menga murojaat qilasiz, bu kishiga hujjatsiz sizlar. Ana sizlar ikkalaringiz ham keldingizlar. Tamam, biz ham gapirishga xohlamaymiz sizlardan. Demak, o'zi kuzatuv kamerasiga olinyapti, barchasi sizga qarshi ishlatiladi. Siz meni hujjatimni so'rayapsiz, mana siz hujjatingizni ko'rsatishni so'rayapman. Hujjatni pushtiymashmi? Siz kim deb so'rayapsiz? Siz kim deb so'rayapsiz? Hujjat bilan akajon tashrif mahallani chaqirasiz, inspektorni chaqirasiz. Qonun doirasida prezident qarori bor, mahalla bilan inspektor bilan kelasiz. Tashrifingiz qonuniy bo'lsa, tashrifingiz noqonuniy bo'lsa, xizmatingizni suiiste'mol qilmang. Tashrifingiz noqonuniy bo'lsa, xizmatingizni suiiste'mol qilmang. Tamam, bet, hujjatlar hech kim bilmagan o'ziga. Yigit olmadi. Aka Shavkat. Navruz Shavkat bilan hammaga adres so'rashak. Yigit olmadi. Pa vaykatga gashdingmi? Paplanu gashding. Hujjat bo'lmas. Xudo shayni qiladi. Nima ish o'rnatib o'shalarni Bayashniysizmi? kadastrda iston bo'shatilgan Kadastrga bu xudo turmay berdim. Xudo ham bayiliyor. Kadastrga xulosa berdim. Mahalli moya bayon veriyor. Navashi mahalli moya navbatash 2020 olmaydi. Yagon joy bir kadastr memuru Hamdi yazar navbati. Hamisha me'don hamdashi. Yama hujjat bormi? Mana qo'libsiz. Sağ ol. Ko'hnoma Vohidov Jamshid Hamijonovich, Madaniy meros agentligi, Buxoro madaniy meros boshqarmasi. Amal qilish muddati qayerda? Amal qilish muddati muddatli. Maqsadingiz, tashrifingiz maqsadi? Uylar ko'rib chiqamiz. O'rtamizdagi suhbat video kuzatuvga olinadi. O'zimiz xavfsizligimiz uchun kerak bo'lsa sudda ishlatishimiz mumkin sizga qarshi. O'zingizni himoya qilish uchun. Xalqan mahallani chaqiring, inspektorni chaqiring. Tashrif qonuniy qaror chiqaring, nimani tekshiryapsiz? Va'lat yo'qlar. Nima maqsadda qayerda tekshiryapsiz? Siz bilan gaplashmaysiz, siz hujjat ko'rsatmayapsiz. Bu kishi bilan gaplashyapman. Qo'shilmang aka. Topshiriq kelganmiz. Qani o'sha topshiriq? O'sha qaror qani? Hujjatlar yo'q ish vaqtida aka. Hujjatsiz menga murojaat qilyaptilar kishi. Tashrif asoschi bo'lmasa, xizmatingizni suiiste'mol qilmang. Mansabingizni. Ish vaqtida keling, ish vaqtida kelgan bo'lsangiz qaror bilan keling. Mahallani chaqiring, inspektorni chaqiring. Shunga qarab ishlaymiz. Nimani ko'rmoqchisiz? Agar hujjatimiz bo'lmasa, bu yerda bu o'z-o'zidan binolar qurilmaydi. Barchasi proyekt bo'yicha yo'q. Nimaga siz bir Siz kim? Qana asossiz? Tamam, keltiring. Sizdan oldin kelishgan ana shunday hujjat videoga olganmiz, ketgan boshini egib. Biz boshini ekanmiz. Ha, akajon. Ketdik deyaptilar o'zi. Mayli, mana shu yerda mana akajon, biz shu yerda bemalol akajon. O'rtamizda nizo chiqmasin. Bemalol akajon. Rahmat. Beshsiz. Rahmat. Bugungi
murojaatimga qo'shimcha qilmoqchiman. Bugun kelgan xodimlar faqat bir kishi o'z hujjatini ko'rsatdi. Madaniy meros xodimi prokuraturadan degan hujjatini qolgan madaniy meros xodimlari hujjatlari yo'q edi, yonlariga ko'rsatishmadi va bundan ko'rinib turibdiki, bugungi tashriflari asossiz, noqonuniy kelishgan. Agar ular bizni murojaatimiz qonuniyligini tekshirishdan oldin nima uchun mana bu bo'sh yerga qurilish qilmoqchi bo'lgan fuqaroni tekshirishmaydi? Kim sotgan bu yerni? Noqonuniy oldi berdi bo'lgan. Nima uchun madaniy meros ruxsat bergan ana shu yerga qurilish qilish uchun? Va nima uchun mana bu o'rtadagi bino genplan asosida yo'q bu yerda, genplanda, lekin bu bino turibdi. Arxitektura nima uchun ruxsat bergan? Madaniy merosda bu shaharsozlik uchun to'g'ri kelmaydi, travertin qilingan fasadi. Hozir yana bir binomiz bor. Uni ham ko'rsatib o'taman. U aholi turar joyi 3 qavat qilingan. U 3-qavat, 4-qavat yaqinda penoblok bilan qurildi. Xo'p, genplanni sizga ilova qilaman asos sifatida. Mana shu binolar aslida yo'q. Va hozir ko'radigan aholi turar joyi ana shu yer 3 etaj bo'lgan, 4-etaji penoblok bilan imorat qurilyapti. Bunga nima uchun madaniy meros gapirmaydi? Yuqoridagi imorat uchun. Nima uchun travertin uchun gapirmaydi? Nima uchun mana bu binolar yo'qligi uchun gapirmaydi? Qonun asosida auksion tariqasida sotib oldi berdi bo'lgan binolar, kadastri bor binolar tekshirilyapti. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Fatimiz yozib bo'lyapti. Akajon kimsiz? Qani ketdik yerda biza. O'zini tanishtiring. O'rmonda oldi kelib ketdik-ku. Tanimayman akajon, o'zini tanishtiring. Kim bilan gaplashyapman? O'z tanishtiradi buni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, sog'lik yaxshi. Rahmat, yaxshimisiz? Viloyat madaniy meros boshqarmasidan mana aka, Sherzodison. Xo'p, nima qilib boshlaysiz? Mana bu yerda nima qurilish qilyapsiz aka, gapsiz bu? Arxitekturadan borib shu barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Yo'q, siz uy egasisizmi? Uy egasi manman. Hayır, siz esa bitta hujjatingizni ko'rsak bo'ladimi aka? Biz apos yurimiz oldu. Asosingiz bormi ki kodli imzo bilan? Aka, 2019-yilda 213-son qaror chiqqanda, qaror mantiq ko'rsatma, hamma narsa yozilgan aka. Noqonuniy, qonuniy ishlari mumkin emas. Madaniy meros milliy kengash bilan kelishilmagan holda qilish mumkin emas. Bu aka 10 yildan beri bu yer qurilyapti. Barchasi shahar arxitekturasida bor, zo'r shoxdan olishingiz mumkin. 10 yildan beri qurilib, lekin hozir ham davom etyapti qurilish. Hozir 25-yil ham davom etyapti-ku. To'g'rimi? Qaror qildim shunda. Siz qonun qo'ygan mandan ko'ra yaxshi bo'lsangiz kerak. Shunday so'rayapsiz-ku mandan. Shunday akajon, agar ma'qul bizni suiiste'mol qilib ishdan tashqari kelayotgan bo'lsangiz, yuritim sizlar chiqadi, siz ustizdan asxat jo'laymiz deb prokuraturaga. Biz apot qilamiz, har oyni. Nima uchun buni qilyapsiz? Ana shu orqangizdagi bino travertin qilingan shahar madaniy meros nimasiga to'g'ri keladimi? Genplanda yo'q ana o'sha orqangizdagi bino, aka Shavkatniki. Bir qo'shdan kirib kelyapmiz. O'shanikini birinchi noqonuniy narsani tekshiring, avval birinchi, keyin qonunisini tekshirasiz aka. Orqangizdagi binoga kim ruxsat berdi? Birinchilarni chiqaramizmi aka? O'sha genplan bo'yicha turgan joyingiz park bo'lishi kerak. Aka, hammasini ko'rib chiqadi, hammasi. Agar siz menga qog'ozda asos qilib tashrifingizni qog'ozda xat yo'llang, yuristim javob beradi sizga. Sizga xat bilan chiqishim kerakmi endi? Shunday aka, qonun doirasidagi agar suiiste'mol qilmagan holda chiqaman sizga. bemalol akajon. Ayting xayr. Nimani? Yozib oling. Nimani yozib olishim kerak? Sizning familiyangizni ayting. Siz yozib olmang. Arxitekturadan oling, kadastrdan oling, Maygovdan oling. Xat talab qilyapsiz. Men sizga xat bilan chiqishim uchun sizni adresingizni. Sizda bor aka. Mahalladan oling. Islang, mahalladan oling. Bilmaymanda, mahalla yo'q. Biladi. Hamma narsa biladi. Mahalla biladi. Alo. Labay, assalomu alaykum. So'yib aka, suhbatimiz yozib olinyapti. Barchasi agar xizmat
vaqtingizdan tashqari agar tashrifingiz bo'lsa agar sizga qarshi sudga ishlatiladi. Yo'q. Nima xohlaysiz mendan? Ayting. Orqangizdagi bino noqonuniy qurilgan madaniy meros, o'shani tekshirsin birinchi. Men bilan bo'ladi. Men bilan gaplashadi. Bular to'plab o'sha hujjatni ko'raylik yo'q. Barcha hujjat arxitekturada bor, menda kadastrman bor. Nima yuridik manzilimiz ko'rishimiz uchun. Nimani xohlaysiz mendan? Aka, men sizni sudga beraman hammalaringizni. Tarafturaga yo'qsiz. Arxitekturaga nima deb ayting bu manzilni? Nima deb ayting? So'ybakadan so'raysiz barchasini. So'ybaka bilanlar. Bularni yaxshi bilanlar. Maygovdan oling, kadastrdan oling. Adres yo'qmi? Yo'q, boshqami, o'ylab qo'ying. Bunaqa? Qanday adressiz odam bo'ladi aka? Ayting adresingizni. Kadastrda boring so'rang. Arxitekturadan oling, shahar arxitekturasidan. Yo'q, unaqa ana zo'ytroqdan so'rang. Aniqlanmadi deyapti bunaqa joyda. Bir aniqlanma keling. Bo'lmasa akajon aniqlanmagan bo'lsa, tashrifingiz noqonuniy